Har yili yozda men eng ko'p qiladigan salatim shu bo'ladi. Sizlar ham bitta yeb ko'ringlar, ishoninglar, menga rahmat etish uchun profilimni qidirib yurasizlar. Birinchi bo'lib gulkaromni mayda bo'laklarga ajratib olib, nonko'p suvda qaynatib olamiz. Tuxumga tuz, paprika, murch solib, yaxshilab aralashtirib, boyagi gulkaromlarni bulg'alab qovurib olamiz. Xohlasanglar baqlajondan qilsanglar ham bo'ladi, faqat uni qaynatmasdan tuxumga bulg'alab qovurib olasizlar. Gulkaromdan qolgan tuxumdan quymoq pishirib olamiz. Narsalarda ortib qolmagan bo'lsa, bitta yoki ikkita tuxumdan shunaqa quymoq pishirib olasizlar. Bodring va pomidorni bir xil shaklda to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Kashnich va ukrop solish kerak edi. Menda ukrop yo'qligi uchun kashnich o'zini to'g'rab oldim. Chesnokni maydalab, qovurilgan gulkarom va jo'xorini solamiz. Quymoqlarni ham katta to'g'rab, mayonez solib yaxshilab aralashtiramiz. Qarabsizki, yoz fasli uchun eng mazali salat tayyor. Xuddi shu salatni baqlajondan qilganim xo'jayinimlarga ko'proq yoqadi, menga bo'lsa gulkaromligi yoqadi. Siz nimadan tayyorlagan bo'lardingiz, baqlajonmi, gulkaromdanmi? Fikringizni izohlaga yozgunizcha sizlarni sizda hamma maqtayotgan shampunlar bilan tanishtiraman. Biolaflora shampunlari ham tibbiy, ham parfyumeriya shampun hisoblanib, to'g'ri xil vazifani bajargani uchun raqamlar bilan ajratilgan. Biri soch to'kilishi uchun qattiq kurashsa, bittasi soch yog'ini nazorat qilib, hadeb boshingizni yumasligi uchun sharoit yaratadi. Yana biri chigal sochlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, boshqasi bosh terisining kepaklanishi, qazg'oq hamda qichishishdan qutqaradi. Yana to'liq ma'lumotni Biolaflora profilidan olasizlar.